namoyish, mening ochiq e'lon qilish namoyishiningki 3-chi kuni. O'zinglar ko'rib turibsizlar, bizning bayroqlarimiz lapildayotadi. Aynan bu atrofimizda parlament odamlar kelib ketib turyotadi. Bugun intan ko'p odamlar kelib bizningki tizgan yoki plakatlarni, uçurlarni ko'rib, biz bilan paranglashib, bizga tasalli berib, sizlar Avstraliya parlamentdan yoki hukumatdan nimani talab qilasizlar deb maqsadimizni so'rab ketganlar bo'ldi. Hamda bu yerda bir ta'kidlab qo'yadigan bir nuqta qarindoshlar. Yani bu yerda masalan Tibetninki buga vakillar kelib, shu o'zinki jamiyatining vakillari kelib, o'zinki naqadar bizni qo'llaydiganligini bir qancha shu kelar hafta chorshanba ya payshanba kunlari O'zbekistonga shu jamoat odamlarni boshlab kelib, o'shada ularning men bilan birga shu namoyish qildiganligini namoyon qildi. Hamda bu yerda biz haqiqatan o'zimiz yolg'iz emas, kuchimiz har vaqt agar kuchni bir yerga aklaylik desak, aklalaydiganmiz. Bu meniki o'zimning shaxsan tajriba. Bu yer nurg'un odamlar bilan ko'rishdikmiz. Nurg'un odamlar bizning ahvolimizni tushundigan. Bu poytaxtda parlament oldida hozir biz kurashga boshladik uchun shunga bugun dag'dug'liq 3-chi kunni oyoqlashtirmoqda. Meningki tan salomatligim jihatdan masalan bayan bizniki AFP'ning odamlari kelib tashkilotga ketib qoldi. Ondan bir ambulansmi kelib mening yanılam tik turganligimni, yo'l turganligimni ko'rib to'xtamay ketib qoldi. Chunki agar men o'ltirgan yoki bo'lmasa yer yatgan bo'lsam, u kunlar balki boshqacha ma'lum turgan bo'lardi. Lekin mening ro'yaltim yaxshi, ko'tarangi. Menimcha